السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد O'rta Osiyo musulmon birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dini mu'min islomga, mardumga taom berish behtarin a'moldan hisob bo'lingan. Maxsusan oy muborak Ramazonga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mehribonlik qiladilar. Kishiki ro'zalarga taom bersa, yine ro'zador kishi qancha savob olsa, shu taom berganga ham shuncha savob yetishadi dedilar. Shuning uchun mana bir ro'za alhamdulillah birodarlarimiz muhabbat va saodat nomidan $500 kelgan edi. Afg'onistonda eng faqir mahallasida 200 kishiga taom omada qilib, iftor dasturxonimizda yozib ularga taom beramiz inshaalloh. Va birodarlarimizni qilgan salohatlarini darboriga qabul qilib Alloh taolo ulardan dunyo oxirat salomatini jazakumulloh xayr. Assalomu alaykum. أعلامنا قد شاع صدقا